Assalomu alaykum. Mana bugun yana bitta quyosh elektrostansiyamiz tayyor bo'ldi. 100 kilovat. Panellari 720 lik Jenko. Chotki qilingan mana. Abrishotkalari, darvozalari hammasi zakonda bo'lgan. Abrishotkalari ham yaxshi chiqqan. 100 kilovatlik Goodway inventorimiz. DC kabellari как положено tortilgan. Kaliti ham shu yerda bo'lishi kerak. Kaliti yo'q. DC kabellari tortilgan. 100 kilovatli Goodway inventorimiz mana. Yes. 1100 amper ko'targan. Mana 100 kilovat. Panellari ham chotki qo'yilgan. O'talarni mana bu hozir har doimgi videom yarim tayyor mahsuloti. Bu hozir tayyor. Chista tayyor bo'lgan vaqti kelib tushiryapman. Tayyor bo'lganiga 3-4 kun bo'ldi. Ishga tushirib ketganmiz. Mana. Hamma ishlar qilib bo'lingan bu 0. Obshi, bu yerda ish qolmagan. Chotki bo'lgan. Kabellar har doimgidek podzemnoy. Mana. Podzemnoy santexnikani ilili ishlankasida kirgizib ketilgan. Kanalni bo'yida, kanalga yaqin joyda qo'yilgan. Transformatori ham shu yerda. Ulab montaj qilib, hozir ishlash jarayoni ishlab turibdi. Qancha ishlayotgan ko'rinam? Ha? Ya bunday ko'rmayman. Hammasi chotki. Mana nasosi. Shu yerda nasosi. Kabellarni taxlab ketganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon nomer qo'yaman. Telefon qilishlaringiz mumkin. Qashqadaryo bo'yicha, Luboy joyga, O'zbekiston bo'yicha desam bo'ladi. Xizmat qilaveramiz.